dastur doirasida kreditlarimiz bor, ajratilyapti 50 million so'mgacha. Imtiyozlar ayollarimiz 2% pasmoq, ya'ni 23% dan erkaklarga 25% dan bunaqa tartibda bo'ladi. O'zimiz bankiga ishsiz fuqaro eng kamida 2 oy muddatda ishlamagan bo'lishi kerak. Shart yozilmagan soliq inspeksiyasidan o'zimiz band qilgan yoki yagona o'zimiz band qilib hujjatlar keladi bizga. Mahalla agentlarimiz bor. Har bir mahallamizda mahalla agentlarimizdan tavsiyasi beriladi. Tavsiyanoma asosida kreditlarni ajratib beramiz. Ikkinchisi bizga birinchi qadam loyihamiz bor. Dastur doirasida bu loyihamiz 17 million so'mgacha kreditlar ajratiladi. Uni ham tartib xuddi shunday, faqat 17 million so'mgacha sug'urta kafilligi asosida bo'ladi. Ya'ni sug'urta polisi ajratiladi, sizlarga to'lov qilasizlar, sug'urta kompaniyasilarga kafil bo'ladi. Uchinchisi 312 deydi, bizning qaror bo'yicha, ikkinchi qaror bo'yicha 100 million so'mgacha garovsiz, 100 milliondan yuqorisi 300 million so'mgacha garov bilan. Uning tartiblari yoki tadbirkor bilan shug'ullanayotgan tadbirkorlarga yana anaqaga o'zini-o'zi masalan oldin kredit olib vaqtida to'lagan, ya'ni qanaqa oilaviy tadbirkor yo'nalishi bo'yicha oldin bizda bankdan yo boshqa banklardan kredit olgan, vaqtida to'lagan, kamdan ma'lum salbiy bo'lmagan fuqarolarga 100 million so'mgacha kredit chiqaramiz. 300 million so'mgacha, 300 million so'm garovsiz. Yana boshqa loyihalarimiz bor, ya'ni oylik shaxsiga beriladigan kreditlarimiz. Ularda alohida davlat tashkilotlarida ishlaydigan ishchi xodimlarga onlayn mikroqarzlarimiz bor. Yana hozirda yangi ta'minotimiz yangi bo'lyapti. Yana kreditlarimiz 5 million so'mgacha. Yangi kreditimiz bor, ya'ni 5 million so'mgacha u mahalla loyihasi dastur asosida bu ham alohida beriladi. Shulardan ham foydalansanglar bo'ladi. Har bitta mahallamizda agentlarimiz faoliyat yuritadi. Shu agentlardan to'g'ri ma'lumotlarni nima kerak bo'lsa hujjatlarda olishlari mumkin. 17 milliongacha bo'lgan kreditni sug'urta polisi bilan deyapsiz. Sug'urta polisi anga 820 so'm. 17 million kreditimizniki 6 oy imtiyozli davr. 4 yil muddatga beriladi. 6 oy imtiyozli davr. 6 oy ichida faqat foiz to'laysiz. 6 oydan keyin ta'na qo'shiladi, ta'na bilan chiqiladi. Agar foizi erkaklarga 25% dan, ayollarga 23%. Plastik kartasiga tushiriladi, anaqa ko'rinishda olasiz. Faqat sug'urta to'lovi. Agar o'zingiz xohlasangiz sug'urta qilasiz, bo'lmasam kafillik shartnomasiz ham bo'ladi. Kafil bilan ham beramiz. Bu sug'urtadan tashqari o'zimiz band qilishamiz. O'zimiz band qilganligi ko'rinadi. Soliqdan 1 yilga o'zingiz band qilinadi. Band qilgan hujjatni taqdim qilasiz. Yana savollar bormi? 300 million olish tartibimi? 300 million edi. Tartibi foydasi qanday bo'ladi olishda? Bizning qaror 312-qaror bo'yicha 300 million so'mgacha 100 million so'mgacha garovsiz, 100 milliondan yuqorisi garov bilan, ya'ni masalan ko'chmas mulk bo'lishi kerak, ko'chmas mulk yoki avtotransport vositalarining garov asosida qo'yiladi. Buni tartibi o'zimiz belgilagan dasturlarimiz bor. Masalan, ko'chmas mulk bo'lsa, baholash xizmati bor, elektron baholanadi. Birinchi bahoda kirgizib olamiz. Ya'ni siz 300 million so'mlik olmoqchi bo'lsangiz, 100 yil baholaga baholanadi. Ya'ni 360 million so'mlik garov qo'yishingiz kerak bo'ladi. Shunga masalan bino bo'lsa, faqat yashab turgan xonadon bo'lishi kerak emas. Chunki yashab turgan xonadonlarni
bo'lish tartibi bor. Ishlab chiqarilganidan so'nggi 5 yil ichida ishlab chiqarilgan bo'lishi kerak. 5 yilda undan buyoq bo'lsa, ya'ni 2021-20